Bir qozining oldiga novvoy kelib, bir faqir odamning ustidan shikoyat qilibdi. Bu odam hamisha bozorda mening do'konim oldida turadi. Men yopayotgan nonlarning hidini to'yib hidlaydi-yu, sariq chaqa bermaydi. Abu Nuwas ancha vaqt o'ylanib qolibdi. So'ng novvoyga aytdi: "Sen haqsan. Bu odam sening nonlaringni hidlab huzur qilgan bo'lsa, demak, sening mehnating samarasidan foydalanibdi. Buning evaziga u xarajatlaringni to'lash kerak. Senga 2 dinor kifoya qilar-a?" Shodlikdan novvoyning ko'zlari chaqnab ketibdi. Faqir odam esa yig'lay boshlabdi. "Naqadar qashshoq ekanim Allohga ma'lum. Mening oyog'imdan silkitganda ham jiring etib bir tanga tushmaydi. Turshakdan sharbat olib bo'larmidi?" Qozining so'zlarini eshitib, yana o'ylanib qolibdi. Keyin shunday debdi: "Sen qashshoq bo'lganing uchun pulni men yonimdan to'lab yubora olaman." Shunday deb u yonidan 2 tilla chiqardi. Novvoy sabrsizlik bilan pulni olgani qo'l cho'zdi. Shoshma dedi unga Abu Nuwas. "Bu odam noningni yedimi?" "Yo'q, taqsir," dedi novvoy. "Noningdan jinday ushlatib oldimi?" "Yo'q, taqsir." "Bo'lmasa, noningga puflab ularni beo'xshov qilib qo'ydimi?" "Yo'q, unday qilgani yo'q, taqsir." "Unday bo'lsa, nonlaringni bemalol sotaversang bo'larkanda. Balki allaqachon sotib ham bo'lgandirsan." Ha, taqsir. Bu odam nonning hidiga qanoat qilgan bo'lsa, senga ham tanganing jiring kifoya qilar."